Ana shunday insonlarga nima deymiz? Va mutlaqo namoz o'qimayotganlarga do'stona pand va nasihatimiz shuki, avvalo bu nasihat o'zimiz uchun. Alloh taolo Qur'oni Karimda aytadi: "A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Alam ya'ni lil ladina amanu an takhsha'a qulubuhum li zikrillah va ma nazala minal haqq." Nozil bo'lgan haq va Allohning zikri uchun qalblarni yumshaydigan payti kelmadimi? Ey iymon keltirganlar, deyapti Alloh taolo. Vaqt kelmadimi? Ey iymon keltirganlar, deyapti Alloh. Iymon keltirmaganlarga yo'q bu nutuq. Chunki ular Qur'onni o'qimaydi. Ular bu da'vatni eshitmaydi, tushunmaydi ham. Iymon keltirganlarga Alloh taolo aytayaptiki, vaqt kelmadimi? Tavba qilish vaqti kelmadimi? Namoz o'qish vaqti kelmadimi? Nozil bo'lgan haqqa, Allohning diniga qaytish vaqti kelmadimi? Qalbni yumshashi, erishi, unga moyil bo'lish vaqti kelmadimi? Qani qaysi birimiz ayta olamiz kelmadi deb? Vaqti allaqachon kelib bo'lgan. 1,5 ming yil avval keldi vaqti. Nozil bo'lgan Qur'oni Karimda bu. Buyruq maylida nozil bo'lgan namozni o'qish to'g'risidagi buyruq. Nimani kutyapmiz biz? Boshimizga balolar kelib, mayib majruh bo'lib qolsa, keyin namoz o'qiymizmi? Barcha narsamizdan ayrilib, gadoy bo'lib, tilanchi bo'lib qolganimizda namoz o'qiymizmi? Nima uchun Alloh shuncha ne'matlarga bizni o'rab qo'ysa-yu, shuni shukronasi uchun namoz o'qimaymizda? Balolar kelishini kutamiz.